xudo shifo qizlarga vashi zo'r ekan. Bemalol olib sovg'a qilsanglar, kimga sovg'a qilsanglar ham rosa xursand bo'ladi. Bu iforlar hech biri yosh tanlamaydi qizlar, hammaga ma'qul keladigan, hamyonbop narxda va bir xil bo'ladi-ku, bittadan ancha payt ishlatolmaydi, tez o'zgartirgisi kelib qoladi. Shunaqa ayollarimizga juda ham mos. Orqasida rosa ko'p har xillari bor. Uni ko'ra shokoladlarni alohida bunaqasini alohida qilib qo'yishgan. Mana ko'ryapsizlar, sotuv zo'r. Faberlic kompaniyasining kokteyllari, kollagenlariga ehtiyojli bo'lgan sari ko'payib boryapti. Demakki, Faberlic kompaniyasining mana shu mahsulotlardan o'zi iste'mol. Mana buni ko'rishingiz mumkin. Yurak bilan muammosi bo'lganlarga bemalol bersanglar bo'ladi. Juda ham yaxshi samarali natija olishadi va mana bu ko'zdagi muammolar uchun bu bilasizlar dori emas, batlar qo'shimcha ozuqa sifatida vitamin, mineralkalarni yetkazib berish uchun foydalaniladi va bu organizmga yetib Qoshlaringiz qalin, kipriklaringiz uzun, qayrilgan, qop-qora bo'lib, chiroyli bo'lib turishni xohlaysizmi? Endi bu muammo emas. Faberlic Expert seriyasidagi siyrutka bilan buni bemalol hal qilish mumkin. Siyrutka tarkibidagi tabiiy o'simlik ekstraktlari kiprik va qoshlarni ildizi bilan mustahkamlaydi. Har doimgidek sizlarni yaxshi ko'rib, eng yaxshi ma'lumotlarni ilinuvchi, beruvchi Ra'nodan bugun yana sizlarga master-klass ko'rsatib o'taman. Vitamin sinkimiz haqida o'zingizlar ko'rasizlar, amin bo'lasizlar. Inson organizmi uchun sink juda ham kerak. Tashqi taraflama biz cho'milamiz, yuzimizni Alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Ismi Sharfiz? Ismim Mamatqulova Muattar. Necha yoshdasiz? 23 yoshdaman. Hayotda nima kasb bilan shug'ullangansiz? O'qituvchiman. Bizni kompaniyamizga nima maqsadda keldingiz? Kompaniyaga ko'proq pul topish maqsadida, ortiqcha vaqtimda unumli foydalanish, bolalarim uchun erta kelajakda nimalardir kelajak uchun. Parhezga o'tirgan qizlar, sizlarga zo'r mahsulotimizni tavsiya beraman. Ozolmayotganlar, detoks choylarimizdan iching, olib ko'ring. Mana bu tungi va tonggi choylarimiz bor. Yumshoq detoks ta'siriga ega, kun bo'yi kuch-quvvat bilan ta'minlaydi va umumiy farovonlikni yaxshilaydi.